kelmasimdan oldin juda boshim qattiq og'riydi. Bir og'riganda 3 kunlab og'riydi. Boshlarim yaxshi. Shu ninalar olganimdan ancha foydasini ko'rdim. Bunimda gaymaritim bor edi. Qiynalardim. Bu yerda o'sha ninalar olgandan keyin bunalarim ham ochildi. Operatsiyaga buyurgan edi meni. Operatsiya qildirmasdan shu yerga keldim. Operatsiya qildirmaganimni ham yaxshi bo'ldi. Shu ninalar orqali juda yaxshi bir shifo topdim. Yaxshi yuryapman. Oyoqlarim og'rirdi, tomir tortishib qolardi, yurishga qiynalardim. Oyoqlarim ham yaxshi bo'ldi. Mana hijamalar oldim. Hijama olib, hijamamni ichilaridan shu boshlarimdan yiringlar chiqdi. Oyoqlaringizdan tuzlar chiqdi. Oyoqlarimdan tuzlar chiqdi, suvlari chiqdi. Hijamadan ham yaxshi foyda ko'rdim. Ranglarim ham ochilib oqardi. O'zim ham hozir yaxshi yuryapman. Sog'lig'im yaxshi. Shahnozaxonga rahmatlar bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Alloh shifo bersin. Rahmat.